2026 yilgi yangi Suzuki Swift modeli yanada zamonaviy, ixcham va samarali dizayn bilan taqdim etildi. Bu avtomobil shahar hayoti uchun mo'ljallangan bo'lib, yangi tashqi ko'rinish, ilg'or texnologiyalar va tejamkor dvigatel tizimi bilan ajralib turadi. Yangi Swift avvalgi avlodlarga qaraganda yanada aerodinamik shaklga ega bo'lib, LED faralar, keng radiator panjarasi va sport uslubidagi bamperlar bilan jihozlangan. Salonda esa haydovchi uchun qulaylik va ergonomik qulaylik ustuvor o'rinda. Kengroq ekranli multimedia tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlovi, raqamli asboblar paneli va yumshoq materiallardan tayyorlangan interyer unga premium ko'rinish beradi. 2026 yilgi Swift'da 1,2 litrli benzinli yoki gibrid dvigatel variantlari mavjud. Gibrid tizimi yonilg'i sarfini kamaytirib, atrof muhitga chiqariladigan zararli gazlarni ham sezilarli darajada pasaytiradi. Avtomatik yoki mexanik uzatmalar qutisi variantlari ham mavjud bo'lib, har xil haydash sharoitlariga moslashtirilgan. Xavfsizlik bo'yicha ham Suzuki Swift ilg'or tizimlar bilan ta'minlangan. Avtomatik to'xtash tizimi, chiziqdan chiqishni ogohlantiruvchi sensorlar, yo'l belgilarini tanish funksiyasi va adaptiv kruz nazorat kabi imkoniyatlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Yangi Swift modeli ixcham o'lchamlarga qaramay, ichki joy hajmi keng, yukxona esa kundalik foydalanish uchun yetarli. Bu avtomobil yoshlar, oila a'zolari va shahar haydovchilari uchun ideal tanlov bo'lib, tejamkorlik va uslubni birlashtiradi. Umuman olganda, 2026 Suzuki Swift bu zamonaviy texnologiyalar, jozibali dizayn va ishonchlilikni o'zida mujassam etgan yangi avlod shahar avtomobili bo'lib, u haydashdan zavq berish bilan birga iqtisodiy foyda ham keltiradi.